Barcha gulistonliklarga xayrli kun. Hozirgina TikTokda bir video ko'rib qoldim va juda ham asabim buzildi. Nima uchun asabim buzilganini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Qo'shiqchi Feruza Jumaniyozova qayergadir borib konsert bergan, xayr adirlarda qo'shiq aytyapti, raqsga tushib va kimdir ana shu raqsga tushib qo'shiq aytayotganini videoga olgan, TikTokga joylashtirgan. Kommentariyaga kirsangiz, farishtalar qo'shiqchini boshdan oyoq haqorat qilishyapti. Otarchi deb qo'yishadi. Juda xunuk nom otarchi. Xonandalar bor, otarchilar ham bor. Uni hech kim rad etmaydi. Lekin Feruza Jumaniyozovani yonini olish niyatim yo'q. U otarchi emas, u chindan xonanda. Chindan o'z kasbining ustasi. Faqatgina uni xonandaligi, kasbining ustasi ekanligida emas gap. U ham ayol kishi. Nima bo'lgan taqdirda ham. Internet foydalanuvchilarimiz otarchilar, qo'shiqchilar ustidan kulib gapirishadi, lekin ana shu 90% qo'shiqchilarni podpiskasiga o'tirishadi. Nima yeyapti, nima ichyapti, qayerga borib dam olyapti, kim bilan gaplashyapti, qaysi restoranga boryapti, hammasini kuzatib o'tirishadi. Lekin qanaqadir bir mashnaqa holat chiqib qolsa internetda haqorat qilishadiki, uncha-muncha emas. Eng asosiysi, qo'shiqchilarni otarchilar deb o'zlaricha ustidan kuladigan, kommentariyalarda juda ham xunuk izohlar yozadigan insonlarning to'ylari ana shu otarchilarsiz o'tarmikan? Mana nifiga o'tmaydi. Lekin internet polvon shu holatda o'zidan farishtani yasab, voy unaqa, voy bunaqa deb haqorat qilishni biladi, negativ kommentariy yozishni biladi. Lekin to'y qiladigan bo'lsa, ana shu otarchi deyotganlarning oldiga boradi. To'yimni o'tkazib bergan deb. Nima bo'lgan taqdirda ham har bir inson avvalo o'ziga qarash kerak. Avvalo o'ziga qarash kerak. Men kimman deb. Xalqimizda chiroyli maqol bor, avval o'zingga boq, so'ng nog'ora qoq degan. Lekin biznikilar o'ziga qarashni bilmaydi. Haligi nog'orani qoqaveradi. Tipo farishta, tipo zo'r. Boshqa odamlarni nima qilsa qiladi. Haypda, bu ham bitta. Kimnidir evaziga hayp qilish.